Immunitetni kuchaytiradigan va butun organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlardan eng birinchi o'rinda asal turadi. Asal tabiiy foydali xususiyatlarga boyligi bilan ajralib turadi. Ko'plab tadqiqotlar natijasida asalning har bir tomchisida 70 dan ortiq salomatlik uchun foydali moddalar borligi isbotlandi. Tarkibidagi mikroelementlarning ko'pligi bilan boshqa hech bir tabiiy mahsulot asalga teng kelmasligi aniqlandi. Asaldagi uglevodlar, fruktoza va glyukoza oddiy shakarga qaraganda tanaga osonroq so'riladi va mushaklar kuchini saqlab turishga va o'sishga yordam beradi. Bu ayniqsa bolalar uchun foydali. Shuningdek, asal vitamin, mineral va oqsil moddalariga boy. Asaldagi vitaminlar sintetik vitaminlarga ko'ra faolroqdir. Chunki vitaminlarning biologik ta'siri ularning katalizator rolini o'ynaydigan mineral tuzlari bilan to'g'ri kombinatsiyasiga bog'liq. Asalda esa vitamin va minerallarning nisbati optimal darajadadir. Asaldan maksimal darajada foyda olish uchun olimlar bir qoshiq asalni bir stakan iliq xom suv bilan aralashtirib, och qoringa ichishni tavsiya qilishadi. Shu yo'l bilan qon plazmasi bilan bir xil bo'lgan asalning 30% lik eritmasi hosil bo'ladi. Xom suvda asal klaster aloqalarini hosil qiladi, strukturalashtiradi va uning shifobaxsh xususiyatlari kuchayadi. Asalning organizmga ta'siri. Hazm jarayoni normallashadi. Oshqozon, ichak tizimining barcha bo'g'inlarini ishini yaxshilaydi. Immunitetni kuchaytiradi. Surunkali tumov, bronxitni davolaydi. Oshqozondagi uyumlar hazm bo'ladi. Ichakdagi axlat massalari eriydi. Ichakning normal faoliyati qayta tiklanadi. Organizm hujayra darajasida tozalanadi. Ichakda yashovchi barcha parazitlar sariq rangni yoqtirmaydi. Agar ularni sariq rang bilan nurlantirilsa, ular ko'paymay qo'yadi. Bakteriya, virus, zamburug'lar va gelmintlarga qarshi kurashish xususiyatlariga ega. Yo'g'on ichakning faoliyati normallashadi. Agar tanada fermentlar yetarlicha bo'lmasa, ichakda oziq-ovqat qoldiqlari hazm bo'lmay qoladi va limfada shlak va toksinlar aylanadi. Bu esa tanani umumiy zaharlanishiga olib keladi. Asallik suv organizmni tozalaydi va vaznni normallashtiradi. Tabiiy profilaktika maqsadida ushbu suyuqlikni ertalab och qoringa bir ko'tarishni ichish zarur. Chunki shunda oshqozon sfinkteri birdan ochiladi va suyuqlik ichakka tushadi. Undan so'ng qonga so'riladi. Asal suvini yuzga surtsa ham bo'ladi. U terini oziqlantirib, yumshoq va mayin qiladi. Bu tabiiy kosmetika, bir vaqtning o'zida eng qadimgi va eng zamonaviy. Ba'zilarga ajablanarli tuyulishi mumkin, lekin ilm-fan rivojlanmasidan 1400 yil oldin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham asalni aynan shu tarzda suvga aralashtirib ichgan ekanlar. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikkita malhamga alohida e'tibor qiling, asal va Qur'onga deb marhamat qilganlar. Abdulloh ibn Mas'uddan Ibn Moja rivoyat. Aslida ajablanadigan narsa Qur'on va sunnatning foydasini, mo'jizalarini ko'rib turib, ularga ergashmaganligimiz emasmi? Axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu ilmlarni qayerdan olgan? Axir asalni, asalarini, gullarni va butun borliqni yaratgan Allohning o'zi bildirmadimi? Asalari o'zining vazifasi, ya'ni odamlar uchun asal terish bilan shug'ullanyapti. Shuningdek, insonning ham bo'yniga yuklatilgan vazifalari bor. Bu esa yakka-yu yagona Allohga ibodat qilishdir. Asalni iste'mol qiling, vazifalaringizni ado eting va sog' salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.